Bo'ldi, endi prorabsiz, dizaynsiz qurilish va remont qilishni to'xtating. Nima uchun deysiz, hozir sizlarga tushuntirib o'taman. Xo'p, bu obyektlarimizdan bittasi. Obyektimizda qilingan chizmalarda va qilinadigan ishlarning ketma-ketligida prorablarning o'rni juda ham katta bo'ladi. Hozir mana shu joyda biz oshxona qilish jarayonidamiz. Oshxonada nimalarga e'tibor berish kerak deyilsa, oshxonada e'tibor berish kerak bo'lgan narsalar, ya'ni un bilan go'shtni bir-biri bilan uchrashmasligini ta'minlash kerak. Ikkinchi navbatda bu obyektimizda bolalar bog'chasi bo'lganligi uchun umuman gaz ishlatish mumkin emas. Va uchinchisi, kir, ya'ni ishlatilgan idish-tovoqlar bilan toza idish-tovoqlar bir-biri bilan uchrashmasligi kerak. Ya'ni bu ses tomonidan ham ruxsat berilmaydi. Shunday ekan, bu ishlarni kimlar bajaradi desa, prorablar bajaradi. Bularni ketma-ketliklarni kim beradi desa, dizaynerlar beradi. Dizaynerlar ham kerak bo'lsa qila olmaydigan, ya'ni injenerni chizmalar bor. Injenerni chizmalarni kim qiladi desa, kompaniyada ishlaydigan injener mutaxassislar qiladi. Ana o'shaning uchun biz har doim ta'kidlaymizki, bundan buyog'iga zamonaviy uylarni xohlasangiz, prorabsiz, dizaynersiz umuman ishlash kerak emas.